Assalomu alaykum aziz kuzatuvchilar. Moskva Samarqand Toshkent yo'nalishida bugun Passatga qo'yilgan avtobusimizni ko'rib turibsizlar. Sankt-Peterburg, Moskva shaharlaridan O'zbekistonga ketmoqchi bo'lganlarga ishonchli nomerlar ekranlarda qoldirib qo'yamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, qisqachagina obzor qilib beramiz. Hozir yo'lovchilarimiz avtobusning ichida o'tirishibdi. Lux komfortli avtobusda mana shu yo'lovchilarimiz O'zbekistonga bugun chiqib ketishyapti azizlar. Transportimiz ichida yo'lda kerak bo'ladigan hamma sharoitlar bor, konditsionerlar, zaryadnilar hammasi ishlaydi vatandoshlar. Bemalol ketmoqchi bo'lganlar aloqaga chiqarasizlar azizlar. Akalar, avtobus ma'qulmi aka? Zo'r aka, rahmat. Konditsionerlar ishlayaptimi? Zaryadni, telefon, zaryadka, zakkon ishlayapti. Sog' salomat uyga yetib olsak bo'ldi Samarqandga. inshaalloh. Inshaalloh yetib olsak bo'ldi. Gap yo'q. Sherigan men Samarqandga. Andijonga. Gap yo'q akalar. Respublikani har xil joyidan aka-ukalarimiz kelib Hamma narsa hamma sharoiti bor. joylashib o'tirib ketishyapti azizlar. Bemalol aloqaga chiqarasizlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Kanalga obuna bo'lmaganlar обязательно подписка bosib qo'yinglar. Bizni kuzatib boringlar.